Xorazm Motosavdo Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani Jayxun bozorida joylashgan Xorazm Motosavdo. Do'stlar, bugun sizlarga standart versiya tozagan partamizda Armada Motors'dan qisqacha tanishtirib o'taman. Narxini video oxirida aytaman. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz da bo'ladi. Kanalimizga like bosib, podpiska bosib qo'yishlaringizni so'rab qolaman. Tozagan Armada Motors Arvasini razmeri standart versiya bo'ladi. Oldingi Armada Motorslar bilan bir yashil svetda start stop knopkalari bor. 1000 motor miya bilan jihozlangan. 6 dona akkumulyator 65 likdan zakriti bo'ladi. Keyin 4 dona prijin, 4 dona amortizator, 4 dona resor bilan jihozlangan. Ramlar ham usulli. 4 dona gazovoy upollari bor, orasini ko'tarib turish uchun. Bularning farqi arkasi 4 dona shpilka bo'ladi, palovozsiz. Motorlar ham zakriti, ходовой sistemasi ham usulli 1,5 tonnalik deb aytiladi. 65 likdan 6 dona akkumulyator bor. Motori o'rtacha bo'lgani uchun ekonomichni. Shuning uchun 70-80 km spokon yurib beradi. Orvasining razmeri standart bo'ladi. 1.80 1.20 bo'ladi. Keyin farlar LED far bilan jihozlangan, radilari bor. Pultlari, kiltlari, start stop, пониженный rejimlari bor. Ko'rib turadi. Ko'p odam bizlardan ayniqsa xotin-qizlar aytib turibdilar, пониженный rejimga qo'yadi. Пониженный rejimda постоянно haydab yurgani hisobidan motorini kuydirib turibdilar. Shuning uchun olgan vaqtda e'tibor berishingizni so'rab qolamiz. Пониженный rejimda qo'yib haydamanglar. Motorini kuyishine sabab bo'ladi, nagrushkaga tushib yuradi. Пониженный rejim har vaqtda bir chiqisha, bir yerdan yurisha, yuk bilan ozgina qiynalgan vaqtda, nagrushkaga tushgan vaqtda ma'lum bir 1 kilometr 20, 500 metr, 300 metr ozgina bir masofani bosib o'tish uchun tekis yo'lga chiqib olincha, ana shu vaqtda ishlatiladigan versiyasi. Shuning uchun пониженный rejimini e'tibor beringlar. Narxi naqd pul bo'lsa 16 million so'mdan berib turibmiz yana. Nalichida ko'p. Bemalol kelib, tanlab olib ketsangizlar bo'ladi. Akkumulyatorlar ham toza, korobkadan ochib yoningizga qo'yib beramiz. Bu standart versiya bo'ladi. Buni bizlarda Arvasal kattalashtirilgan, motor ham kattaroq, akkumulyatorlar ham kattaroq versiyasi bor. Xudo xolasa uni keyingi videoda obzor etib o'tamiz. Manzil Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani Jayxun bozori, Qo'shko'pir tumani markazida. Oldindan 1 so'm to'lovsiz kredit ham chiqarib beramiz. Mahalladan hokim yordamchidan tavsiyanoma aytsangiz imtiyozli kreditga chiqadi. Ya bo'lmasa yetmaganini 3 oydan 12 oygacha ishonchdan chiqarib berishimiz ham mumkin.